Assalomu alaykum boyakalarim, yangi videoga xush kelibsizlar. Nimaga boyakalarim deyapman? Sababi siz Xudo xohlasa yangi Traverse avtomobilni xarid qilmoqchisiz, qiziqyapsiz va yangi obzorga kirib keldingiz. Videoga xush kelibsizlar. Obzorni boshlaymiz. Traverse'ni yangilangan Z71 modifikatsiyasi avtosalonlarga yetib kelishni boshladi. Mijozimiz xarid qilib oldilar va biz ruxsat olib avtomashinani obzor qilishga oldik. Videoni boshladik. Ma'lumotlarga ega bo'lasizlar, like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Yangi Traverse Z71. Z71 o'zi nima? Z degani o'zi nima deydiganlar uchun qisqacha ma'lumot berib o'taman. Tahoe Traverse avtomobillarida pozitsiyalar bo'ladi. LT, Premier, Z seriya va eng zo'ri Tahoe'mizdagi High Country deb nomlanadi. Tahoe bizga High Country'si yetib kelgan. Ham yo'l tanlamaslikka mos, ham shaharga mos eng oxirgi pozitsiyasi. Buni ham Z seriyasi bor. Ekranga rasmlarni chiqarib qo'yaman. Traverse'imiz aynan shu Z seriyada. Z71 yo'l tanlamaslikka xosroq, balandroq klirensi, oldida buksirovkalari bor. Diskasini razmeri kichkinalashganda shinalari baland bo'lib ko'rishingiz mumkin. Bitta ko'rgandan o'zi odamga seziladi. Yo'l tanlamas avtomobil внедорожник ekan degan xayol keladi. Ko'rishingiz mumkin, avtomobil butunlay o'zgargan, Traverse'ga umuman o'xshamaydi. Aynan sizlarga ko'rsatish uchun Traverse mana eskisini ham shu yerga keltirib qo'yamiz. Buni ko'rinishi bilan buni ko'rinishini farqi ancha bor. Bu aytgancha Premier pozitsiya. Tashqi ko'rinish butunlay o'zgargan va akasi Tahoe'ga juda ham o'xshagan faralar bunda ham past qismga ko'chgan, kunduzgi yorituvchi chiroqlar tepa qismda yonib turibdi. Tahoe'da ham xuddi shunday. Old oblisovkalari black piano qilingan, emblemalari ham qora rangda ko'rishingiz mumkin. Eskisida old qism umuman boshqacha dizaynda edi. Yon tomoniga o'tamiz. Diskalari 18, Goodyear balonlar bilan jihozlangan, 18 to'ppa-to'g'ri aytibman. Traverse yozuvi qora qilingan, 360 kameralari mavjud, slipoy zona, abagrif, bu narsalari tak bo'ladi. Бесключевой достуp ko'rishingiz mumkin. Bak chap tomonda joylashgan, orqa ko'rinish ham faralari juda ham chiroyli bo'lgan. Meni o'zimga eskisini farasi biroz yoqmasdi, bu yangisini farasi juda ham yoqyapti. Kameraga nimadir mana bu qism lipirlab ko'rinyapti, lekin ko'zga bir xil tiniq ko'rinib turibdi. Orqa qismda ham qo'shimcha kameralar mavjud. Uni ichkarigini aytib o'taman. Orqa gulshitellarni ko'rishingiz mumkin. Ikkita, to'rtta bo'lgan. Eskisida ikkitagina bo'lardi, bitta bu tomonda, bitta u tomonida. Tashqi ko'rinishi juda ham chiroyli, juda ham ko'zga yoqadi. Eskisiga nisbatan balandroq, kengroq va biroz uzunroq ham qilib ishlab chiqarilgan. Shinalarni ham podyon balandroq bo'lganiga yanada balandroq bo'lib ko'rinadi. Aynan shu Z71 seriyasi. Obshivka qismini ko'rishingiz mumkin. Qizil aquaprint qilingan glansli center zamok va oynalarni tushirib chiqarish yo'llari kojadan, bagaj ochib yopish knopkasi ham shu yerda joylashtirilgan. Bu tomonda ruchnoy qo'l tormozi, rejimlarni o'zgartirish, privodni sozlash va to'xtagan paytda, svetoforlarda to'xtagan paytingiz motorni o'chirib turish. Bu salon podsvetka, ya'ni yorug'likniki. O'rindiqlarda ham Z71 yozuvi tushirilgan. Elektron boshqaruvda to'liqligicha bu bel qismini sozlaydi. Salon ichini ko'rishingiz mumkin. Tahoe High Country bilan deyarli bir xil, faqat hamma narsa biroz kichkinaroq. Tablo monitori biroz kichkinaroq, bu tomon ham ozginagina Tahoe'ga nisbatan kichkina, lekin mana bu knopkalar bir xil, tablo ham bir xil, gitaralari ham bir xil. Scores baranada bu ham richakka ko'chirilgan, gitaraga ko'chirilgan, oldin o'rtada bo'lar edi. Ruli ham Tahoe'niki bilan deyarli bir xil, emblema rangida va mana bu yozuvda farqi bor. Ruldagi funksiyalar bilan tanishtirib o'taman. Cruise control, bunisi lipistokka skors o'tkazish dega uramiz va lipistoklar mana ishga tushadi. L deb ko'rsatyapti. L1, L2, L3, L4 mana shunday o'zingiz skorsni alishtirsangiz bo'ladi. Endi men o'ng qo'limga videoga olayotganim sababli biroz o'zgartirishga qiynaldim. Rul mexanik boshqaruvda tepa pastga, oldi orqaga borib keladi. Rulda isitish funksiyasi mavjud. Multimedia boshqaruvi bu yerda. Isitish tizimi avtomatik ham ishlaydiganda sovuqroq edi. Bir isitida rul issiq bo'lgandan keyin avtomatik o'chirib qo'ydi. Bu knopka esa tabloni o'zgartirish uchun xizmat qiladi. Ko'rishingiz mumkin, dizayni har xil bo'lib
o'zgaryapti. 3 xilmi 4 xil dizayni mavjud ekan. Endi sekin o'ng tomonga o'tamiz. Avtomobil texnik ma'lumotlarini aytib boradi. Давление shina, srok, masla ko'rsatyapti. Yana bitta orqaga chiqsak, bu yerda kerakli bo'lgan ma'lumotlar: avtomobil akkumulyatori zaryadi, давление masla, temperatura охлаждения жидкость, antifrizniki. Bu maslani issiqligi hali avtomobil yaxshi qisilgani yo'q. Bu taxoda ham bor edi. Поездка bu расходni ko'rsataveradi. Hozir to'xtab turgani uchun noto'g'ri ko'rsatadi. Bu 40 deyapti deb o'ylamanglar. Hamma avtomobilda shunday to'xtab turgan payt noto'g'ri ko'rsatadi. Xo'p, taxoda yo'q. Бездорожный degan mana bu joyi avtomobilni necha gradus qiyalikda, balandlikda turganini mana shu yerdan ko'rib turishinglar mumkin bo'lar ekan. Rulni burganini ham necha gradus urilganini ko'rsatib turar ekan. Taxoda yo'q bir narsa, bunda chiroqlarni o'chirib yoqish degan narsa elektronlashtirilgan ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerdan avtoga turibdi, avtomatik o'chiraveradi. Yoqmoqchi bo'lsanglar, bunday qilasizlar. Yoki polni o'chirib qo'yasizlar. Avtoga qo'ysanglar o'zi kechki payt yonadi, kunduz kuni o'chadi. Palasa ushlash rejimi ham shu yerdan o'chirib yoqilar ekan. Jismoniy tugma emas, elektron qilingan. O'chirdim. Bu yerda ham o'chirib yonganini ko'rsatib turar ekan. Iqlimni sozlash albatta 2 zonali qilingan. Xohlasanglar bu yerda monitordan biroz noqulay bo'lgan payti mana bu yerdan bemalol boshqarsanglar bo'ladi. Bar qismi butunlay o'zgargan. Hech qaysi Chevrolet avtomobillariga o'xshamaydi. Taxoniki ham bunaqa emas, eski Traversniki ham bunaqa emas. 2 etajli tepa qavat, suv qo'yadiganlari ochiladi. Buni tagi qora glansli, ustiga oq nakleyka yopishtirilgan turibdi. Buni biz ishlaymiz, egalarni o'zi ishlab olishadi. Kalit, shunga o'xshash narsalarni qo'yish uchun joy va past qavatida ham juda katta joy bor. Bemalol bu yerga ham narsalaringizni qo'ysalaringiz bo'ladi. Taqillamaydi, tagi rezina ekan. Bari ko'rishingiz mumkin, bu ham kattakon. Buni olib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bari ham zo'r katta ekan. Orqasida pastsakanliklari ham bor barini. Taxoni bari orqa oldiga borib keladi. Tepada knopkasi bo'lar edi. Bunda unaqa narsa yo'q. Bari bir joyda qotib turadi. Birinchi ko'rganimda shu yerda nimadir kam ekan deb o'ylandim. Kam narsani topdim. Taxoda o'rtada bu yerda avariya chiroqlari bo'lardi. Avarinkasi bo'lardi oddiy aytganda. Avarinka tepa qismiga ko'chibdi. Yangi Traversda monitorchasi eskisida ham bor edi. Yangisida ham bor. O'chirib qo'ysanglar oddiy oyna bo'ladi. Yoqsanglar orqani ko'rish imkoniyatini beradigan monitor bo'ladi. Tashqarida sizlarga kamerasini ko'rsatgandim. Tepasi qora avtotikandan qilingan. Materiali eskisiniki bilan deyarli bir xil, farqini sezmadim. Chiroqlari albatta mavjud va panorama lyuk. Eski Traversda panorama emas, alohida lyuklar 2 dona bo'lardi. Old qismi ochilardi, orqa qismi ochilmas edi. Bunda bitta qilib yuborilgan ekan. Rejimlarini o'zgartirib ko'ramiz. Buksirovka rejimi, ya'ni orqasida narsa olib tursa bo'ladi. Relief, avodiga o'tdi avtomatik. Бездорожный, ya'ni yo'l tanlamas rejimi. Sport va обычный. Обычный o'tgan payti privet faqat oldiga o'tdi. Xohlasalaringiz обычныйga ham 4 ta qo'shib haydasanglar bo'ladi, orqa oldin. Old qism ko'rinishi mana shunday. Menga juda ham yoqdi. Chevrolet avtomobillarini yangicha dizayni mana shunday. Eski Travers avtomobilini ichi Equinox, Malibu bilan juda ham o'xshaydi. Endi yangi Chevrolet avtomobillari mana shunday ichki ko'rinishga ega bo'lyapti. Bundan tashqari boshqa modellarniki ham qisman shunga o'xshab ketadi. Xo'p, orqaga ham o'tib bordik. Orqa kengish, faqat monitor bo'lmaydi. Taxoda monitor ham bor. Tepada chiroqlari bor. Deflektorlari bor, mikrofonlar bor, kolonkalar bor eshiklarda. Oxirigacha tushirmaylik. Sababi bu yerda qog'ozi bor. Iqlimni sozlash imkoniyati mavjud. Deflektorlardan kelishni boshladi. 3-qator uchun ham aytgancha tepada mana deflektorlari mavjud. 3-qator o'rindiqlari ham bor. Zavodskoy polilar turibdi ichida. Komfort yetarlicha. Yurishi ancha yumshoq ekan. Eskisida biza aynan shu Traversda Tojikistonni sayohat qilib kelgandik. 4 kishi bo'lib, umuman qiynalmay, rasxodi ham unaqa ko'p emas edi. Bemalol mazza qilib yumshoq olib kelgandik. Bu yangi Travers men bittada haydab sezdim. Eskisidan ham yumshoqroq. Sababi diska hajmi eskisidan kichikroq, balon podyon baland, shuning evaziga ancha yumshoqroq qilib ishlab chiqarilgan. Xudo xolasa
bular bilan ham boshqa davlatlarga borish, sayohat qilish nasib qilsin. Telefonlar quvvatlash uchun joyi va 220 si ham bor. Buni ham aytib o'tishim kerak. Bu eskisida ham bor edi. Endi texnik ma'lumotlarni berib o'taman. Yangi Traverse Z71 ni motori 2.5 turbinali bo'ladi. Eskisida 3.6 bo'lardi. 3.6 V6 motor edi. Buni ham rasxodi unaqa vahimali ko'p emas edi. Aytib o'tdim, biz sayohat qilganmiz ushbu avtomobilda. Rasxodi bizani haydaganimizga bosib, qiziqqonli haydaganimizda trassada 10 ta edi. To'g'ri, bemalol haydasa, rasxodi trassada 7.5-8 gacha bemalol tushadi. Endi bu yangi Traverse rasxodi bunikidan ham kam bo'ladi, sababi motor hajmi biroz kichkina, turbinali bo'ladi. Tak bunga 80 benzin hech kim solmaydi. Bunaqa avtomobil oladigan odamlar 80 benzin avtomobillariga solishmaydi. Rasxodi kamroq, tortishi esa deyarli bir xil, buniki biroz tezroq ham. Ot kuchi ham buniki biroz ko'proq. Men sizlarga parametrlarni ekranda chiqarib qo'yaman. Avtomobil narxi 795 million so'm deb belgilangan narx yoki kredit evaziga bemalol xarid qilishingiz mumkin. Allaqachon egalar kelishdi. Bu bizda qo'ydi. Ularga yaqinda sotgandik, High Country kelib, mana uni ham olib ketyaptilar. Yaxshi kunlar xizmat qilsin, hammaga shunaqa avtomobil olish nasib qilsin. Niyat qilganlar like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.